5 may Do'ppi bayrami chet ellarda har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar orasida keng ko'lamda tabriklandi. Facebook, Twitter, Instagram qatorliq ommaviy torlarda Uyg'ur do'ppilarini kiygan har qaysi davlatlardagi Uyg'ur yoshlari shu davlat tilida Do'ppi bayrami haqidagi tabrik so'zlarini yo'lladi. İctimai aloqa manbalarida yana O'rkash davlat, Do'lqin Aysoga o'xshash tonilgan Uyg'ur faoliyatchilari Amerikadagi Maysa Mutallibga o'xshash Uyg'ur olimlaridan tortib, muhojirat yashayotgan ota-onalar va bolalarni o'z ichiga olgan har bir Uyg'ur do'ppisini kiygan ko'rinishlarni chiqarib, ovozli tabrik so'zlarini yo'llab, Uyg'urlarning Do'ppi bayramini keng ko'lamda tabriklagan vaziyat borliqqa keldi. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly 4 may kuni Kanada parlamentida qilgan so'zida Kanada parlament a'zosi Michael Chong va uning Hong Kongdagi urug' tuqqanlarga tahdid selish voqeasiga chechishlik Xitoy diplomatlarini chegaradan qo'g'lab chiqarishni o'ylashayotganligini bildirgan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly Kanada parlamentining bir komitetida qilgan so'zida Kanada muavin tashqi ishlar ministrining Xitoyning Kanada turishliq bosh elchisi Song Pivoni chaqirtib, uningga Kanadaning bu xil aralashishga yo'l qo'ymaydiganligini aytganligini bildirgan. Melanie Joly, biz hozir har xil tanlash yo'llarini o'ylashyapmiz. Bu diplomatlarni qo'g'lab chiqarishni o'z ishiga oladi degan. Indoneziya doiralari Sri Lanka tipidagi qarz to'zg'iga duch keldi. 40% piya Xitoy igidorchiligidagi bir shirkat qurilayotgan yuqori sifatli temir yo'ldagi 50 yillik imtiyoziga yana 30 yil qo'shishni o'tirib qo'ydi. Nikkei Asiyaning xabari Indoneziyaning Sri Lankaga o'xshash Xitoyning qarz to'zg'iga duch kelganligini ta'kidladi. 2022 yil 12 oyda oshkorlangan xabarga qaraganda Indoneziya Kritas Spat shirkatining 40% Xitoyga tava bo'lib, Javada qurilayotgan yuqori sur'atli temir yo'lda 50 yillik imtiyozga ega bu shirkat yana 30 yil qo'shishni talab qilgan. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Xitoyni Rossiyadagi Yevropaning bexatarligiga tahdid deb qarashga bo'lmaydi dedi. Borrell har yili 9 may Yevropa kuni haftaligida Yevropa Universiteti instituti Florensiyada uyushtirgan ittifoqning ahvoli yig'inida qatnashdi. Borrell Beijingning Moskvaga zo'r ta'sir ko'rsatganligini, Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasidagi telefon suhbatining ijobiy taraqqiyot ekanligini bayon qildi. Xitoy bilan Pokiston ikki taraflik munosabatni kuchaytirib, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishini tezlatib, yezi egilikni tutashtirish va ushur texnikasi qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishga va'da bergan. Xitoy tashqi ishlar ministri Chingang Pokiston prezidenti Arif Alvi bilan ko'rishganda, ikki davlat o'rtasidagi mustahkam do'stlikni kuchaytirishning lozimligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setishining bir Xitoy prinsipiga va Amerika imzo qo'ygan 3 birlashma xitobnomaga xiloflik qilganligini, Amerikaning Tayvanni o't pillasiga aylantirganligini aytdi. 2004 yili yo'l qo'yilgan Kunze instituti programmasining Angliya universitetlarida har xil qoida tuzumlarga xiloflik qilib, qonunsiz tijorat qilganligi uchun talash-tortishga pitib qolganligi o'ttirg'i chiqdi. Angliya bosh ministri Rishi Sunakning yaqinda ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan bir yurish so'zlari va Angliyaning boshqa yuqori darajalik amaldorlarining bayonlari dunyo miqyosida bu masalaga qaytadan qiziqish qo'zg'adi. Rishi Sunak saylam raqobati jarayonida Angliyadagi 30 Kunze institutining hammasini taqaydiganligini bildirgan edi.